Yumuşaqdan xeyli bo'lsin. Menda sizga bu salom yer bo'lsin. Qanday ishlar bo'lib ketdi bu? O'rimdan uyda o'tirgan odamni mazil ko'rildi, g'ili deb g'iliga ekilib. Ekegan bilan bu yer padakalni bir uyga kirib qo'ygandek, ammo odam ekirib qo'yib, ya maska taqatmaydi ekan, ya shavda o'qimaydi ekan. Hatta qizib ketib boramsiz, og'rib ketib boramsiz. Ularga bir egog'dek bir odam yo'q ekan. Bu yerda bir odamning bo'ladi. Ila opamda yana bizim bulardan başka çatık yok. G'ili degan kuchliq. Hamma odamning og'zida maska yo'q, bu yoqdan yanib yurib ne qizib ketgan, og'rib ketgan odamlar bor. Qanday ishlar bo'lib ketdi. Ang bo'lmagan ishni qilib qizib og'rib ketgan odamlarga bir dori taqib shuni ahvolini egalis bo'lmamdi. Bu yerda bir egi bo'g'dek bir odam yo'q. Dori bo'lsin-u so'rsangiz yo'q deb bermaydi ekan. Bir ahvolingizni so'rab dinlaychi. Aslida buning egi bo'lsa bo'ladi. Nima uchun egi bo'lmaydi? Birimdan saq odamni g'ili deb og'riqlar qatorga ekilib, uni bir texmo og'ir deb bu yerda sapmasaq odamni qanday tushib ketdi bu ishlar. Hiç bir nimamga sormaydi bu. Şahsen akşamın işinde dar deb berdim, men bu qizib ketmadim. Mening tuvan qon besim bo'lg'ashqa. Shu qon besim tuvalab ketdimi? Qanday bo'ldi? Shunga ish qilib bir nimda siqqandek og'rib ketdim. Ish olim yo'q. Lekin shu og'riqni to'xtatish beradi dorilar bormi deb so'rasak, yo'q deb qarab o'tirib. Bu yerda bunda og'irsa, qiziganlar var. O qiziganlar bo'lsa, bu saq odamlar og'rib bu yerda kasal bo'lib ketadi ekan. Akşam bir kecha men itlib ketay deb uxlamadim. Endi qizigan bo'lsam, bu bir amalan qilib to'xtatib qo'ydim. Lekin shu men beshimdan ustixon og'rib ketib qoldi. Mana shu vaqt ishlamaydim. Kelimdim ishni o'tmaydi. Qo'rquvdek olamman. Aslida mana ishlarga bir mas'ul bo'lsa bo'ladi. G'ili deb ayirib ko'zdish deb ekegan bo'lgan ekan. Cho'qim ishlarga bir egi bo'lsa bo'ladi. Bu yerga ekib qo'yib besh qandoq chatiq yo'q. Ataganda kelib tomoqni berib, tushib kelib tomoqni berib, shuning bilan o'z ishini qilib yurib